Salom. Siz o'ylaysizki, o'zim marketdan faqat katta do'konlar pul topadi. Bu yolg'on. Men hech qanday ombor mahsulot yoki katta sarmoyasiz bir oyda $1200 topdim. Qanday qilib? Sizga sirlarini ochaman. Birinchi bo'lim faqat telefon aksessuarlarini bilan boshlab ko'rdim, lekin men o'zimda mahsulot yo'q edi. AliExpress'dan 3 ta mahsulotni tanladim va rasm tasvirini o'zgartirib, o'zim marketga yukladim. Sotuv bo'lganda o'sha mahsulotni mahalliy do'kondan yoki bozor orqali olib, o'zim yetkazib berdim. Bu dropshoppingga o'xshash, lekin o'zim ichida. Eng muhim sir mahsulot nomini to'g'ri yozish. Misol uchun, smartfon g'ilofi emas. Samsung A14 uchun smart silikon g'ilof. Shok o'tkazmaydi, anti-slip. Ikkinchi sir, narxni past qilib birinchi kuni zararga sot. Men 10 ta mahsulotni zararga sotdim, lekin bu algoritmga signal, bu mahsulot ko'p olinmoqda. 3 kunda o'zim market uni ko'proq ko'rsata boshladi. Alar ko'paydi. Men esa Telegramdan bir yigit topdim. U ombor bilan shug'ullanadi. Men reklama yozish, yuklash, narx belgilash, u yetkazish. Shunday qilib biz bir oyda $1200 daromad qildik. O'rtacha 40-50% foyda bilan. Bu shunchaki boshlanishi edi. Hozir 3 kategoriya elektronika, oshxona jihozlar va bolalar o'yinchoqlarini sotyapman. Lekin siz boshlamaguningizcha hech narsa bo'lmaydi. Hozir kirib ko'ring, noldan boshlash mumkin. Agar sizga ikkinchi qism kerak bo'lsa, kommentda qoldiring va obuna bo'ling va 20 ta layk yig'ib bering.